Koruluk macirlardan birinin inkaz qilishicha, o'tgan hafta turmada o'lganligi dalillangan Qarayulg'un masjidining xotibi Ömer Husanning aksi Samat Husanmi o'tgan yili turmada jon uzgan. Deyilishicha, Samat Husan Qarayulg'unning Bag'jig'it kentiga nopusliq bo'lib, u 2017-yil cho'ng tutqun boshlanganda 3 qarindosh bilan birlikda tutqun qilingan. Qarayulg'un bozorliq soqchixona xodimi mazkur 4 qarindosh haqidagi savollarimizga javob bermadi. Ha, biz telefon qilgan. Bag'jig'it kenti oraliqda qanchalik? Bizning Bag'jig'it kenti oraliqimiz 10 kilometr chiqdi. Biz Samat Husanninki ahvolini egallamoqqa turma to'yib ketgan. Turmayman o'zim. Bu vaqtda kanat va rayon soqchilaridan ma'lumot olishimizni tavsiya qildi. Va xatib Ömer Husanning bu aksi olamda, inisi olamda. Bu shoirda shu 4 qarindosh birlikda bu kesib ketdi, tutib ketdi degan gap to'g'rimi? Koruluk macirning yozma inkasida yana bayon qilinishicha, yoshlari 50 bilan 62 yosh orasida bo'lgan bu 4 qarindosh qilgan diniy ibodatlari va qatnashgan diniy so'rinlari sababli davlat bexatarligiga tahdid deb qaralgan va 2017-yil 9-oyda atalmış tarbiyalashga olib ketilgan. Bulardan 2 nafari to'plashib jamoat tartibini buzish bilan ayblanib, birisi 5 yillik, yana birisi 12 yillik kesib o'tilgan. Qarayulg'undagi bir oliy komissiyasi xodimi Samat Husanning aslida 9 jonliq bir cho'ng oila ekanligi, ulardan 2 kishining turmada o'lganligini dalilladi. Shu Bag'jig'itdagi bu Samat Husanning oilasidan bu 4 kishi tutib ketdi, kesib ketdi degan gap to'g'rimi? O'yda 9 odam bor degan hozir yo'q. Ikisi qayerda shu yo'q degan ikkisi? Tugab ketdi. Uning deyishicha, Samat Husan 2021-yili, Ömer Husan bo'lsa 2022-yil 2-oyda jon uzgan. Qachon tugab ketdi? Yana bu yil 2-oydami? Kim ismi nima? Bu yil 2-oyda tugab ketgan. İsmi nima? O'tgan haftadagi aniqlashlarimizda 55 yosh chamisidagi xatib Ömer Husanning jigar kesili bilan o'lganligi tilga olingan. Mazkur aholi komissiyasi amallik xodimining deyishicha, Samat Husan oshqozon bilan jon uzgan. Bu nim kasallik tugab ketdi. Kasal nima bo'lib chiqdi? Shu doktorxonadagi. Oshqozon. Shu turmada shu jazo muddatini o'tayotganda oshqozon bo'libdimi? Bu xodim yana komitet mas'ulidan so'rash orqali Samat Husanning aslida hech qanday kasali yo'qligi, kayfiyatchi ya'ni sanoat rayoni turmasiga aktilgandan keyin turma doktorxonasida jon uzganligini oshkorildi. U turmada qaysi turmada jazo muddatini o'tayotgan? Urumchidimi, ko'rildimi? Kayfiyatchi deydi u. Kayfiyatchi. Undaq shu nimadagi ko'rdiki kayfiyatchi turmadimki? Turma ketishni oldida salomatlik qanday? Yaxshimidi, nacharmidi? Oshqozonda masala bormi, yo'qmi? Turmaga aktilishni oldida, turmaga berishni oldida. Deyilishicha, Samat Husan jon uzgan chog'da 60 yosh atrofida bo'lib, tutilishdan burun ko'rildi dehqonchilik bilan tirikchilikni davom qilayotgan bir dehqon ekan. Bu asli kasbi nima qildi Samat Husan? Jamiyatda burun tutilishni oldida nima qildi? Bir dehqonmidi, tijoratchimidi, kadrmidi? Telefonimizni qabul qilgan yezliq adliya punkti xodimi turmada jon uzgan Samat Husanning qarindoshlari bilan birlikda 2017-yil 9-oyda tutilganligini dalilladi. Bu Samat Husan shu 4 qarindosh bu qachon qayerda tutilgan, bu qanday tutilgan? Qancha oy shu? 2017mi, 2016mi? 2017-yil 9-oyda. Benim mektepçilerin yeni kamat 9-oyda tutilgan. Turm kirkitib o'lib ketishning oldida bu 4 qarindosh biras bilan bunda uchrashgan, ko'rishga vaqti bormi, yo'qmi? Bir-birining o'limidan xabar bormi, yo'qmi? Hech bo'lmadi yani shuning ichidagi vaqtida. So'roq jarayonidami yoki normal bir faoliyat, mashg'ulot jarayonidami? Ya, anda kasbiy tarbiyalash tuqqanlarni, bevas tuqqanlarni da o'zaro ko'rishni faoliyati bordi, shu fırsatga qatnashib ko'rishyapman. Ha, u kesib bo'lgan vaqtimi, Ömer'ning kesilmagan vaqtimi? Javda, balki kesilib bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni da kimni qilmayapman chunki yuqorqi ikki xodimning bayonlaridan ma'lum bo'lishicha, mazkur 4 qarindoshdan qolgan ikkisi Rahman Husan bilan Ablat Husan bo'lib, bu ikkisi 2 yildan atalmış tarbiyalangandan keyin qo'yib berilgan. Ama Rahman Husan bir tarbiyalash bo'ldimi, bormi siz? Tarbiyalash bo'ldi, 2 yilda tarbiyalangan. Qancha yosh Rahman Husan? 62
yoshga deydi. Undaq bu eng kichiki bu 4-inchisi Ablat Husan qayerda tarbiyalangan bo'ldi? Shu shkola shaharlik kasbiy maarif tarbiyasilarga vaqt tarbiyalandi. Xatif Ömer Husan bilan aks Samat Husan o'xshash kunda tutilgan. To'plashib jamoat tartibini buzish bilan ayblanib, o'xshash turmada yotgan va o'xshash doktorxonada tutqunlari karvatga bog'langan holatda davolangan. Shu yerda bo'lgan shu tarbiyalanayotgan chog'da tuyib ketdimi yoki u yerdan qo'yib berilgandikmi? Doktorxon davolanayotgan o'tganmagan vaqt. Deyilishicha, har ikkisi turma kirishdan avval sog'lom bo'lgan bu Akufga biri jigar, yana biri oshqozon raki bilan jon uzgan. Bu Samat Husan nima deb kesilgan? Jamiyat amonlig'i yig'ib xilaf qilgan degan jinoyatni kesilibdi. Masalan, qaysi jihatdan jamiyat amonligiga qanday xatar yetkazibdi? Masalan, biri qarshilik ko'rsatgan shu ekan, soqchilar kelganda. To'plashib, faoliyat qatnashgan shu o'xshaydi. 2017 yildan keyingi tutqunda mahallada uy besib odam tutilganligi, har bir uydan bir nafarda 7 nafar qadar kishining tutqun qilinganligi ma'lum bo'lgan. Rayonda har kundagidek turmalardan jasad chiqayotganligi ijtimoiy taratqularda oshkorlanib turayotgan bo'lsa-mu, ammo bugungacha jami qancha kishining turmada jon uzganligi yanada sirliqligini davom qilmoqda. Ko'rilda turmaga solingan 4 qarindoshdan 2 nafarining turmada jon uzishi turmalardagi o'lim sonining bag'ansir ish berayotganligi to'g'riliq andishlarning o'rinliq ekanligini o'tirg'iz qilmoqda.